وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalomu alaykum aziz talabalar. Navbatdagi qisqa arab tili darsimizga xush kelibsizlar. Bugun birinchi kitobdan 8-darsni o'rganishni boshlaymiz. Bu 8-darsni birinchi qismi bo'ladi. Bugun arab tili grammatikasiga oid ikkita yangi qoida o'rganamiz va mana shu yangi qoidalar bo'yicha 43, 44, 45 betlardagi mashqlarni ko'rib chiqamiz. Ushbu darsdagi yangi tushunchalarni yaxshiroq o'zlashtirib olish uchun videoni diqqat bilan ko'rishingizni va kerakli ma'lumotlarni daftaringizga yozib olishingizni maslahat beraman. Keling darsni yangi tushunchalarni o'rganish bilan boshlaymiz. Agar bundan oldingi darslarimizni yaxshi o'zlashtirib kelayotgan bo'lsangiz, arab tilida bu kitobdir deyishni bilishingiz kerak. Bu jumlani arab tilida qanday aytamiz? O'zingiz harakat qilib ko'ring-chi. Hada kitabun. Demak, bu kitobdir jumlasini arab tilida hada kitabun deymiz, to'g'rimi? Bu to'liq ma'no anglatadigan, tugallangan gap hisoblanadi. Bu bizga tanish bo'lgan juda oddiy jumla ismiya. Hada gapda mubtada, kitabun esa xabar bo'lib kelyapti. Bundan avvalgi darsimizda mubtada bo'lgan hada ismini ma'rifa, ya'ni aniq ism hisoblanadi deb aytib o'tgan edik. Xabar bo'lgan kitabun esa nakiro, noaniq ism bo'lib kelyapti. Endi bu kitob deyishni o'rganamiz. Tugallanmagan bu kitob tuzilmasi bilan tugallangan bu kitobdir jumlasini orasida farq bor. Arab tilida bu kitob tuzilmasini hadal kitabu deymiz. Hadal kitabu. E'tibor bering, bu yerda hada ham, al-kitabu ham ma'rifa bo'lib kelyapti. Demak, hada kitabun to'liq bir gap va uni bu kitobdir deb tarjima qilamiz. Hadal kitabu esa o'zbek tiliga bu kitob bo'lib tarjima qilinadi va bu tuzilma hali to'liq gap emas. Hadal kitabu deganimizda bizni tinglayotgan kishi bizdan bu kitob haqida bir xabarni, ya'ni gapimizni xabar bilan tugatishimizni kutib turadi. Gapni masalan, hadal kitabu jadidun, bu kitob yangidir deb to'liq holatga keltirishimiz mumkin. Bu yerda hada gapning mubtadasi, nakiro ism hisoblangan jadidun esa gapning xabari. Unda jumlaning o'rtasida turgan ma'rifa ism bo'lgan al-kitabu nima bo'ladi? Bugungi darsimizda xuddi mana shu kalima bilan bog'liq yangi grammatik tushuncha haqida o'rganamiz. Jumlani o'rtasida turgan bu so'zni badal deb ataymiz. Badalun deb yoziladi. Badal biror narsani o'rnini bosadigan, o'rin bosar ma'nosini beradi. Badal nimani o'rnini bosadi? Bu jumlada al-kitabu ismi hada ismiga o'rin bosar bo'lib kelyapti. Boshqacha qilib aytganda, hada va al-kitabu so'zlari grammatik jihatdan parallel so'zlardir. Buni tushunish uchun shu gapimizni ikkiga bo'lib olib, quyidagicha yozib ko'raylik. Hada jadidun. Al-kitabu jadidun. Endi ahamiyat bering, mana shu ikkita jumlalardagi hada ismi ham, al-kitabu ismi ham bu gaplarda mubtada bo'lib kelyapti, ya'ni ikkovining ham gapning mubtadasi bo'lib kelish imkoniyati bor. Lekin bu ikki sodda jumlani qo'shib hadal kitabu jadidun deb bitta gap tuzmoqchi bo'lsak, hadani ham, al-kitabu kalimasini ham gapda mubtada bo'ladi deya olmaymiz. Faqatgina gapda birinchi bo'lgan ism mubtada bo'la oladi, ikkinchi kelgan kalima esa birinchisiga badal bo'ladi. Shuning uchun al-kitabuni bu gapda hadaga badal deymiz. Agar hadani gapdan olib qo'ysak, unda al-kitabu uni o'rnini olib mubtada bo'lib qoladi. Ma'no jihatdan qaralganda, hadal kitabu kabi tuzilmalardagi badal o'zidan oldingi kelayotgan ismni izohlab, unga aniqlik kiritib keladi. Al-kitabu bu yerda hada so'zini izohlab, unga aniqlik kirityapti. Ya'ni hada bu deb ko'rsatilgan narsa bu misolda ma'lum bir kitob ekanligini bilib olyapmiz. Birozdan keyin badalga ko'pgina misollar ko'ramiz inshaalloh. Lekin undan avval keling darsimizga oid yana bir yangi tushuncha haqida ham o'rganib olaylik.
Quyidagi kalimalarga e'tibor beraylik. Amerika, Amerika. Inkeltarro yoki Inkiltiro deb o'qisa ham bo'ladi. Angliya, Almaniya, Olmoniya yoki Germaniya. Zakariya, Zakariya o'g'il bolani ismi. Mana shu so'zlarni hammasida qandaydir o'ziga xos o'xshashlik bor. Nima deb o'ylaysiz? Bu qanday o'xshashlik? Bularni hammasi yangi so'zlar deyishingiz mumkin va bu to'g'ri. Bular yangi lug'at va bugundan boshlab bu kalimalarni ishlatishni boshlaymiz inshaalloh. Lekin yana qanday umumiy o'xshashlik bo'lishi mumkin? Bu so'zlarni oxirgi harakatlari bilan bog'liq. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu kalimalarni hammasi alif bilan tugayapti. Shuning uchun so'zlarni oxiridagi a tovushini biroz cho'zyapmiz, to'g'rimi? Misol uchun, Amerika yoki Zakariya deb o'qiyapmiz. Yana xabaringiz bo'lsa kerak, arab alifbosidagi ya harfi ham ba'zi so'zlarni oxirida alif vazifasida kelishi mumkin. Bunga misol qilib, Musa, Muso, Isa, Iso, Yahya, Yahyo kabi kishilarning ismlarini, Al-Mustashfa, shifoxona, Al-Fata, yosh yigit degan ismlarni keltirishimiz mumkin. Siz ham men bilan birga o'qishga harakat qilib ko'ring. Musa, Isa, Yahya, Al-Mustashfa, Al-Fata. Qarang, bu so'zlarni hammasi ya bilan tugayapti, lekin uni alif o'rnida ishlatyapmiz. Alif rolini bajarayotgan bunday ya harfini al-alif al-maqsura deb ataymiz. Ular kalimalarni oxirida keladi va bunday holatlarda ya harfi ikkita nuqtasiz keladi hamda undan oldingi unli tovush fatha bo'ladi. Endi bu kalimalarni hammasi ism so'zlar toifasiga kiradi va ularni hammasi hozir marfu holatda turibdi desam ishonarmidingiz? Ishonib to'g'ri qilasiz, chunki ular haqiqatdan ham marfu holatda turibdi. Bu so'zlarni marfu holatda ham domma yoki tanvin domma bilan tugamayotganini ko'rib, ularni biz bilgan al-kitabu yoki hamidun kabi oddiy, to'g'ri tuslanadigan normal ismlarga o'xshamasligini bilib olsak bo'ladi. Bu yerda biz bilib olishimiz kerak bo'lgan qoida shuki, mana shunday oxiri alif bilan tugagan so'zlar mansub va majrur holatlarda ham bir xil ko'rinishda turishaveradi. Masalan, o'zlarini majrurligini ko'rsatish uchun kasro bilan tugamaydi. Shuning uchun hada li Zakariya, ya'ni bu Zakariyaniki, Zakariyaga tegishli deymiz. Bu yerda li Zakariya jar majrur iborasi, ya'ni Zakariya majrur holatda kelyapti, lekin oxirgi harakatiga qarang, u o'zgarmadi. Li Zakariya deya olmaymiz, chunki so'zni oxiridagi alif bunday o'zgarishga yo'l qo'ymaydi. Yana bir misol. Zahaba Musa ila Isa. Musa Isoga, ya'ni Isoning yoniga ketdi. Mana ko'rib turganingizdek, Isa ismini oxiri ila harf jaridan keyin kelsa ham kasro olmayapti. O'zgarmasdan turibdi. Ya'ni so'zning oxiri alif maqsura bo'lgani uchun Isa ismi kasro qabul etmaydi. Yana bir misol. Huwa min Amerika. Mana Amerika ismi ham majrur holatda o'zgarmasdan Amerika bo'lib turibdi. Oxiri alif bilan tugaydigan shu kabi so'zlar o'zlarini bunday tutishlari jihatidan sizga mabni ismlarini eslatishi mumkin. Mabni so'zlari ham esingizda bo'lsa, bitta holatga bino qilingan, o'zgarmas, barqaror so'zlar edi. Ushbu yangi o'rgangan ismlarimiz ham mabni so'zlariga o'xshab ketishsa-da, ular aslida mabni emas.
Ularni majrur holatda kasroni qabul qilmasliklarini asosiy sababi fonetika bilan bog'liq. Fathadan keyin kasro qo'yish talaffuzda ya harfiga o'xshab chiqadi. Masalan, al-maniyay yoki al-fatay desak, bu so'zlarni oxiri kasromi yoki yami bilib bo'lmaydi. Bu esa har xil tushunmovchiliklar keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun bu so'zlar o'z holatlarida oxiri o'zgarmasdan qolaveradi. Lekin mabni ismlarini oxiri faqat alif bilan tugashi shart emas. Masalan, shu paytgacha o'rgangan kalimalarimizdan biri ismul istifham, ya'ni so'roq ism bo'lgan man so'zi alif bilan tugamagan, lekin u mabni hisoblanadi. Shuning uchun sayyaratu man hadihi, bu kimning mashinasi deymiz. Man kalimasi mana majrurligini aniq ravshan ko'rsatmayapti. Doim bir xil man ko'rinishida turadi. Yoki hadihi yoki zalika kabi asmaul isharolari ham alif bilan tugamasida mabni hisoblanadi. Hozircha biz bilishimiz kerak bo'lgan asosiy nuqtalar shular edi. Inshaalloh 3-kitobda mabni bo'lmagan, lekin to'liq tuslanmaydigan, oxirlari o'zgarmaydigan so'zlar haqida batafsilroq o'rganamiz va shunday ismlar va mabni ismlar orasidagi nozik farqlarni ko'rib chiqamiz. Demak, ushbu o'rgangan yangi so'zlarimiz aslida mabni bo'lmasa-da, oxiri o'zgarmaslik jihatidan o'zlarini mabniga o'xshab tutadigan ismlar ekan deb tushunib olsak, hozircha bizga yetarli bo'ladi. Mana endi yuqorida o'rganib chiqqan qoidalarga misollar ko'rishimiz mumkin. Keling, birinchi Madina kitobini 43-betini ochamiz va shu sahifadagi ikkinchi mashqni ko'rib chiqamiz. Bu topshiriqda biz berilgan gaplarni mas'unli tovushlar bilan to'g'ri o'qishimiz kerak. Imkon qadar gaplarni yozib olishingizni ham tavsiya qilaman. Birinchi gap: Hadal waladu Xolidun va zalikal waladu Muhammadun. Bu gapni bu bola Xoliddir, ana u bola esa Muhammaddir deb tarjima qilsak bo'ladi. Bu gap ikkita jumla ismiyadan tashkil topgan va harfu atfi bilan qo'shilgan. Birinchi jumlada hada mubtada, Xolidun xabar, al-waladu ismi hadaga badal bo'ladi. Ikkinchi jumlada zalika mubtada, al-waladu zalikaga badal yoki zalikani o'rnini bosadigan ism, Muhammadun esa xabar. Ikkinchi jumla: Hada ar-rajulu mudarrisun va zalika ar-rajulu muhandisun. Bu kishi o'qituvchi va ana u kishi muhandisdir. Mana shu ikki jumlani o'zingiz tahlil qilishga harakat qilib ko'ring-chi. Birinchi jumlada hada mubtada, ar-rajulu badal, mudarrisun esa xabar. Ikkinchi jumlada zalika mubtada, ar-rajulu zalikaga badal, muhandisun esa xabar. Uchinchi gapga keldik. Hadal kitabu jadidun va zalikal kitabu qadimun. Bu gapni qanday tarjima qilamiz? Bu kitob yangidir va ana u kitob eskidir. To'g'ri tarjima qildingiz deb o'ylayman. Endi bu misoldagi badal ismini ko'rsata olasizmi? Al-kitabu. Juda yaxshi. To'rtinchi misol. Hadihi as-sayyaratu li Aliyin va tilka li Xolidin. Bu mashina Aliniki va ana unisi Xolidniki. Bu yerda birinchi jumladagi badal qani? As-sayyaratu. Juda yaxshi. As-sayyaratu hadihiga badal. E'tibor bering, bu yerda hadihi muannas ismul ishorasini ishlatyapmiz. Chunki muannas jinsda bo'lgan as-sayyaratu haqida gap boryapti. Jar majrur bo'lgan li aliyin esa shibh jumla turidagi xabar bo'ladi. Ikkinchi jumlada tilka mubtada, li Xolidin esa xabar shibh jumla. Beshinchi jumla. Hadal babu maftuhun va zalikal babu mughlaqun. Bu eshik ochiqdir va ana u eshik yopiqdir. Yana ikkita ismiya jumlalik gap. Birinchi jumladagi qaysi so'z badal bo'ladi?
Al-babu, shundaymi? Al-babu hadaga badal bo'ladi. Hada mubtada, maftuhun xabar. Ikkinchi jumlada ham al-babu badal bo'lib kelyapti. Bu safar u zalikaga badal. Zalika ismul isharasi mubtada, mug'laqun xabar. Oltinchi gap. Liman hadihi as-sa'atu? Hiya li Abbasin. Bu kimning soati? U Abbosniki. So'roq gapda as-sa'atu hadihiga badal bo'lib kelyapti. Javob gap esa mubtada va xabar shibhu jumladan tashkil topgan oddiy jumla ismiya ekan. Navbatdagi 7-jumla. Ahadha al-baytu lit-tabibi? La, huwa lil-mudarrisi. Mana bu uy shifokorga tegishlimi? Yo'q, u o'qituvchiga tegishlidir. So'roq gapda al-baytu hadaga badal bo'lyapti. Javob gapda esa huwa gapda mubtada, jar majrur bo'lgan lil mudarrisi shibhu jumla turidagi xabardir. 8-jumla. Ahadihi ad-darrajatu libnil muazzini? Na'am. Mana bu velosiped muazzinning o'g'linikimi? Ha. Bu so'roq gapdagi badalni ko'rsata olasizmi? Ad-darrajatu badal bo'ladi, shundaymi? Ad-darrajatu bu yerda hadihiga badal bo'lyapti. 9-gap. Man hadal waladu? Huwa talibun minas-sini. Bu gaplarni qanday tarjima qilamiz? Man hadal waladu? Bu bola kim deb so'ralyapti. Bu yerda al-waladu hadaga badal bo'ladi. Huwa talibun minas-sini. U xitoylik talabadir degani, ya'ni u Xitoydan kelgan talabadir. Bu gapda huwa domiri mubtada, talibun xabar va minas-sini jar majrur iborasi bo'ladi. 10-gap. Adalikal baytu jadidun? La, huwa qadimun jiddan. Ana u uy yangimi deb savol so'ralyapti. Javob yo'q, u juda eskidir. 6-darslarimizni birida jiddan juda degan ma'noni beradi deb o'rgangan edik. Demak, qodimun jiddan juda eski degani ekan. Gapdagi badalni topib ko'ringchi. Al-baytu, shundaymi? U zalikaga badal bo'lyapti. Juda yaxshi. Navbatdagi jumlani o'qiymiz. Hadihi as-sayyaratu min al-Yabani va tilka min Amerika. Bu gapni quyidagicha tarjima qilsak bo'ladi. Bu mashina Yaponiyadan va ana unisi Amerikadan. Bu yerda ham ikkita ismiya gaplar bor. Birinchisi hadihi as-sayyaratu min al-Yabani. Hadihi gapda mubtada, as-sayyaratu badal, jar majrur min al-Yabani esa xabar shibhu jumla. Ikkinchi jumlamiz tilka min Amerika. Tilka gapda mubtada, jar majrur min Amerika esa xabar shibhu jumla. Bugungi video darsimizni boshrog'ida o'rganganimizdek, bu misolda Amerika ismi majrur holatda turibdi, lekin alif bilan tugagani uchun kasro qabul qilmaydi. Eng so'nggi jumlaning tuzilishi ham bundan avvalgi jumlaga o'xshash ekan. Hada as-sikkinu min Almaniya va tilka al-mil'aqatu min Ingilterra. Bu pichoq Olmoniyadan va u qoshiq Angliyadan. Bu yerda birinchi gapda hada mubtada, min Almaniya xabar shibhu jumla, as-sikkinu hadaga badal. Ikkinchi jumlada tilka mubtada, al-mil'aqatu badal, min Ingilterra esa shibhu jumla turidagi xabar. Ahamiyat bering, Almaniya va Ingilterra davlat nomlari bu yerda majrur holatda kelyapti. Lekin ikkalasi ham alif bilan tugagani uchun odatiy majrurlik belgisi bo'lgan kasro bilan tugamaydi. Alif bunga yo'l qo'ymaydi.
Mana ikkinchi mashqni ko'rib chiqdik. Keling navbatdagi mashq bilan darsimizni davom ettiramiz. 43-betdan boshlanib 44-sahifada tugaydigan 3-mashqda berilgan misol namuna gaplarni o'qib, tahlil qilamiz. Keyin esa shu misollarga o'xshagan gaplar tuzishga harakat qilamiz. Mithalun, misol degani. Hada kitabun. Bu sodda, mubtada va xabardan tashkil topgan jumla ismiya. Bu kitobdir deb tarjima qilamiz. Endi uni yonida turgan gapni tuzilishi qiziqroq. Hadal kitabu li Muhammadin. Bu gap mubtada, badal va xabar shibhu jumlalardan tashkil topgan. Al kitabu bu gapda xabar bo'lmayapti. U hadaga badal bo'ladi. Mashqni davomida biz ham badal ishtirok etadigan gaplar tuzishimiz kerak. Mashqni o'ng tomonida sodda jumla ismiyalar berilgan. Chap tomonda esa bo'sh joylarni to'ldirib, to'liq tugallangan gaplar tuzishimiz kerak. Birinchi sodda ismiya gapimiz hada tabibun. Bu shifokordir. Bu sodda, lekin tugallangan gap. Endi chap tomonda minal hindi, Hindistondan xabari berilibdi. Biz bu shifokor Hindistondan deyishimiz kerak. Qanday qilib aytamiz? Hadat tabibu minal hindi. Bu shifokor Hindistondan. Yana bir eslatib o'taman. Hada tabibun bu shifokordir degani. Hadat tabibu minal hindi jumlasini esa bu shifokor Hindistondandir deb tarjima qilamiz. Hada gapda mubtada, at-tabibu badal va minal hindi xabar shibhu jumla. Ikkinchi sodda jumla ismiyani o'qiymiz. Hadihi sayyaratun. Bu mashinadir. Chap tomonda lil mudiri berilibdi. Shuning uchun bu mashina mudirniki degan gap tuzishimiz kerak. Bo'sh joyga nima deb yozsak bo'ladi? Hadihi sayyaratu. Shunda hadihi sayyaratu lil mudiri. Bu mashina mudirniki degan gap hosil bo'ladi. Mana shu ikkinchi gapda hadihi mubtada, as-sayyaratu unga badal, lil mudiri esa xabar bo'ladi. Uchinchi qator. Bu safar zalika waladun. Ana u boladir degan sodda jumla ismiya berilibdi. Chap tomonda berilgan birikmaga qarab, zalikal waladu ibnul mudarrisi. Ana u bola mudarrisning o'g'lidir degan gap tuzsak to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi jumladagi mubtada va xabarlarni ko'rsata olasizmi? Zalika mubtada bo'ladi, shundaymi? Xabar ibnu ismi va huwa mudof va al-mudarrisi mudof ilayh. Al-waladu ismi zalikaga badal. Juda yaxshi. To'rtinchi qator. Tilka sa'atun. Ana u soatdir. Chap tomondagi gapni tilka sa'atu deb boshlashimiz kerak. Tilka sa'atu min Suisra. Ana u soat Shvetsariyadan. Tilka mubtada, as-sa'atu tilkaga badal, min Suisra xabar shibhu jumla. Suisra Shvetsariya yangi kalima. U ham alif bilan tugayapti. Shuning uchun majrur holatda ham o'zgarmasdan bir xil holatda turibdi. 5-qator. Hada baytun. Bu uydir. Chap tomondagi gapni qanday boshlasak bo'ladi? Hadal baytu deb, shundaymi? Shunda to'liq yangi gapimiz hadal baytu lil muhandisi. Bu uy muhandisga tegishli bo'ladi. Hada gapda mubtada, lil muhandisi xabar shibhu jumla va al baytu hadaga badal. 6-qator. Hada qalamun. Bu qalamdir. Chap tomondagi gapni xabari li Abbasin, Abbosniki ekan. Bo'sh joyga hadal qalamu deb yozamiz. Shunda hadal qalamu li Abbasin. Bu qalam Abbosniki degan to'liq gap hosil bo'ladi.
Hadal qalamu li Abbasin. Hada mubtada, al qalamu unga badal bo'ladi. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, hamma misollarda badal gaplarni mubtadasiga badal yoki uni o'rnini bosadigan ism bo'lib kelyapti. Lekin shuni aytib qo'ymoqchiman, badal har doim ham faqat gaplarni mubtadasiga badal bo'lib kelmaydi. Xabar yoki fa'il kabi gapning boshqa qismlari ham badal olishi mumkin. Shuning uchun badalni faqat mubtada bilan bog'liq ekan deb tushunib qolmang. Inshaalloh kelgusi darslarimizda badal gaplarni boshqa bo'laklari bilan ham kelishiga misollar ko'ramiz. Lekin hozir o'rganayotgan darslarimizda e'tiborni asosan badalni mubtada, xususan asmaul ishara bilan kelishiga qaratyapmiz. 7-qator. Zalika rajulun. Ana u kishidir. Chap tomondagi jumla zalika rajulu muazzinun. Ana u kishi muazzindir bo'ladi. Zalika gapda mubtada, ar-rajulu zalikaga badal, muazzinun esa xabar mufrad yoki yakka kalimadan tashkil topgan xabar. 8-qator. Hadihi baydatun. Bu tuxumdir. Demak, keyingi jumlamiz hadihil baydatu bilan boshlanishi kerak. To'liq jumlamiz hadihil baydatu kabiratun. Bu tuxum kattadir bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda kabiratun xabari muannas. Chunki gapni mubtadasi bo'lgan hadihi muannas ism. Hadihi muannas chunki u muannas ism bo'lgan al-baydatuni ko'rsatyapti. Unga ishora qilyapti. 9-qator. Hada mindilun. Bu dastro'moldir. Chap tomondagi gapimiz hadal mindilu wasixun. Bu dastro'mol kirdir bo'ladi. Hadal mindilu wasixun. Va oxirgi qatordagi sodda ismiya jumlamiz hadihi haqibatun. Bu sumkadir ekan. Ikkinchi jumlani xabariga lil mudarrisi berilibdi. Shuning uchun bu sumka o'qituvchiga tegishlidir deyishimiz kerak. Bu gapni qanday aytamiz? Hadihil haqibatu lil mudarrisi bo'lishi kerak. Bu yerda hadihi gapda mubtada, al haqibatu badal, lil mudarrisi xabar shibhu jumla. Mana bu mashqni ham bajarib bo'ldik. Badal haqida endi ko'proq tushunchaga ega bo'lib, uni yaxshiroq tushunib olyapsiz deb o'ylayman. Asosiysi yuqorida ko'rib chiqqan misollardagi kabi badalni xabar bilan chalkashtirib yubormaslikka harakat qiling. Gapda xabar yakka bir so'z, xabar mufrad bo'lganda odatda u nakiro noaniq shaklda bo'ladi. Lekin ismul ishara ismlariga badal bo'layotgan so'zlar ma'rifa aniq shaklda bo'ladi. Shuning uchun agar asmaul ishara bo'lgan hada, hadihi, tilka, zalikalarni biridan keyin kelgan ism ma'rifa bo'lsa, demak u aksariyat hollarda badal bo'ladi. Bugungi video darsimizni yakunlashdan oldin keling 45-betdagi 5-mashqni ham ko'rib chiqamiz. Bu qisqagina mashq ekan. Bu mashqda biz oxiri alif bilan tugayotgan maxsus ismlarni majrur holatda qanday ko'rinishda bo'lishini kuzatishimiz mumkin. 1-qator al-baytu ismi bilan boshlangan. U oddiy, to'g'ri tuslanadigan, 3 xil holatda ham so'z oxiri o'zgaradigan ism hisoblanadi. Marfu holatda mana domma bilan tugayapti. Endi harf jardan keyin kelganda al-bayti bo'lib majrur holatga o'tadi. So'zni oxiri kasra bilan tugashi bilan majrur ismligini aniq, ravshan ko'rsatyapti. Masalan, fil bayti, minal bayti va ilal bayti. Navbatdagi qator al-mustashfa ismi bilan boshlanibdi. U marfu holatda turibdi. Hech narsa ta'sir ko'rsatmayapti. Bu ism alif maqsura bilan tugayapti va oxirgi a tovushini biroz cho'zib mustashfa deb o'qiyapmiz.
Mana shu alif bilan tugaganligi uchun bu ism harf jardan keyin kelib, majrur ism bo'lib qolganda ham o'z ko'rinishini o'zgartirmaydi. Masalan, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa kabi misollarda so'z oxirlari o'zgarmayapti. Navbatdagi Amerika va Almaniya ismlari ham alif bilan tugayapti va undan oldingi unli tovush fatha. Birinchi hech narsa ta'sir qilmagan holatda marfu bo'lsa ham Amerika va Almaniya deb o'qiladi va boshqa holatlarda ham o'z ko'rinishlarini o'zgartirishmaydi. Harf jardan keyin ham masalan fi Amerika, min Amerika, ila Amerika yoki fi Almaniya, min Almaniya va ila Almaniya bo'lib bir xil ko'rinishda turganligini kuzatyapmiz. E'tibor bering, Almaniya va Amerika so'zlari boshidagi alif hamzatul qat'i deyiladigan mana bunday belgi bilan yozilgan. Hamzatul qat'i belgisini hamzatul vasl belgisi bilan adashtirib yubormang. Hamzatul vasl belgisi haqida bundan bir nechta darslar oldin o'rgangan edik. Bunday belgilik alifni o'zidan oldingi so'zga qo'shmoqchi bo'lsak, o'qimasdan sakrab o'tamiz deb aytib ketgan edik. Lekin hamzatul qat'ini albatta talaffuz qilishimiz kerak. Hatto uni o'zidan oldingi biror bir so'zga qo'shib o'qimoqchi bo'lsak ham. Masalan, filmaniya deb o'qiy olmaymiz. A tovushini albatta o'qib, fi Almaniya yoki ila Almaniya deb o'qishimiz kerak. Hamzatul qat'i ham aytgancha idofa birikmasi. To'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, bo'lish yoki kesish hamzasi degani. Ila Almaniya deganimizda a tovushini ila va Almaniya o'rtasidan kesib qo'yapmiz. Shuning uchun bu hamza turini hamzatul qat'i hamza deyiladi. Juda yaxshi. Menimcha bugunga yetarli dars qildik deb o'ylayman. Inshaalloh keyingi darsda 8-darsni boshidan o'qib o'rganishni boshlaymiz. Kelgusi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum.